Hormangizlar, demak, kechagi videomdan keyin mayli Yevropaga o'tish ham qiyin, qisqartirish ham qiyin bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r yechim ligamizni 3 ta Super ligaga bo'lish. Birinchisi, eng asosiysi elit liga bo'ladi. Xuddi Osiyo Chempionlar ligasiga o'xshagan yoki shu Millatlar ligasi yoki UEFAning hozirgi Super ligasiga o'xshagan bo'ladi. Ikkinchisi Super liga bo'ladi hozirgi va uchinchisi Pro liga bo'ladi. Eng asosiysi elit ligada kamida 3 ta davra bo'ladi. Xuddi o'sha Belgiya, mana Shotlandiya tizimi bo'ladi. Bitta davrada jami jamoalar 4 marta o'ynaydi. Qo'shimchasiga birdan 6-o'rin olganlar yana keyingi davrda ikkitadan o'yin o'ynaydi. Bu degani bir yilda Neftchi Navbahor o'yinini 6 marta ko'ramiz yoki Neftchi Paxtakor, Neftchi Andijon o'yini. Bu degani 6 ta bo'lsa, 3 ta Navbahor, 3 ta Neftchi o'ynaydigan bo'lsa, har bir o'yinida 20 ming muxlis kiradigan bo'lsa, 50 mingdan bilet sotganning o'zida 1 milliard so'm ishlayotgan Neftchi ham Navbahor ham plus translyatsiya huquqini alohida jamoalar o'ziga berish kerak, o'zi sotsin, pulli qilsin. Super liga, Pro liga ana sport kanali qo'yib yuraversin. Bu degani хотя бы shu translyatsiya, bilet, tijorat va boshqa narsalar orqali, biletlar orqali, o'yinga odamlar tushish orqali jamoalar o'zini o'zi qoplaydi ekan. Boshqa futbolimizni rivojlantirish yo'li yo'q ekan. Bitta yo'li shunaqa elit liga qilamiz, paxta markaziy o'yinlar sonini ko'paytiramiz, muxlislarni futbolga jalb qilamiz. Tamom.